Ha, Xo'sh, rejalarimiz bugun quyidagi rejalar asosida dars mashg'ulotini olib boramiz. Buddaviylik dini paydo bo'lishi tarixi, asosiy ta'limotlari, oqimlari va manbalari. Buddaviylikni muqaddas kitobi bo'lgan Tripitaka va uni boshqa manbalari buddaviylikni. Uchinchi rejamiz o'rta asrlarda Zen buddaviyligi, Chan buddizmi Xitoyda rivojlanishi, modern buddaviylik, global buddaviylik kabi tushunchalarga ham to'xtalib o'tamiz. Xo'sh, va xristianlik dinini paydo bo'lishi, xristianlik dinini muqaddas manbalari va O'zbekistonga kirib kelishi tarixi, Markaziy Osiyoga kirib kelish tarixi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tamiz. Buddaviylik dini miloddan avvalgi 6-beshinchi asrlarda Shimoliy Hindistonda, hozirgi Nepal hududlarida yashab o'tgan tarixiy shaxs, Buddani ilgari surgan qarashlari asosida shakllangan din hisoblanadi. Budda bu tarixiy shaxsni ismlaridan birisi nurlangan degan ma'noni bildiradi. Buddani asl ismi Siddhartha Gautama Shakyamuni. Ee, Budda'nın nomlari to'g'risida Siddhartha o'zini nomi bo'ladigan bo'lsa, Gautama urug'ining nomi, Shakyamuni esa qabilasining nomi hisoblanadi. Budda esa nurlangan degan shu hayot haqiqatini topgandan keyin Bodhi daraxtining tagida o'tirib, men hayot haqiqatini tushundim degandan keyin unga nisbatan ishlatilgan so'z, nomlardan birisi hisoblanadi. Endi buddaviylikka asoschisi bo'lgan Siddhartani hayoti to'g'risida ayrim manbalarda shunday ma'lumotlar keladi. Demak, saroy muhitida yashagan, o'z davrini hukmdori, ya'ni rojasini oilasida tug'ilgan, to'kin hayot kechirgan, ma'lum bir vaqtdan keyin tashqariga chiqib, saroydan tashqarida, saroyning ichkaridagidan mutlaqo farq qiluvchi hayotni ko'rib, unda hayot haqiqati nima ekan degan savol paydo bo'lib, uni aniqlash maqsadida ayrim ma'lumotlarda 7 yil davomida butun Hindiston bo'ylab, o'zini hududlari bo'ylab sayohat qilib, aylanib, Budda dunyo haqiqatini, hayot haqiqatini izlaganligi to'g'risidagi ma'lumotlar keladi. O'sha Siddhartha Gautama o'tirgan o'sha Bodhi daraxti bu ong daraxti deb aytiladi. U butun aylanib bo'lgan, sayohat qilib bo'lgan dunyo haqiqatini anglash uchun olib borgan sa'y harakatlarini tafakkur qilib, mushohada qilib o'tirgan o'sha daraxtni nimasini Bodhi deb aytadilar, ya'ni ong daraxti. U shu vaqtda u hayot haqiqatini men tushundim, hayotning haqiqati to'rt narsadan iborat ekan degan narsani ilgari suradi va buni o'zini izdoshlarini, shogirdlarina Buddani aytganlarini haq to'g'ri deb bilgan insonlarga ta'limot sifatida o'rgatishni boshlaydi. U Budda hayot haqiqatini to'rtta narsadan iborat ekanligini ilgari surgan o'zini g'oyalarida. Birinchisi bu dunyoni azob uqubatdan iborat ekanligi to'g'risidagi qarashlari. Ya'ni Budda inson tirik ekan va hayotda yashar ekan, u azob uqubatga uchraydi, azob uqubat bilan yashaydi. Sababi ham xursandchilik, o'zini yarasha, keyinchalik esa ayriliq, to'qlik yoki ochlik. Xullas, umuman olib qaraganda hayotni azob uqubat deb hisoblaydi. Bu birinchi haqiqat sifatida talqin qiladi Budda. Ya'ni hayot bu azob, uqubat, mushkullik, qiyinchilik degan ma'noda. Ikkinchi haqiqat sifatida esa bu azob, uqubatlarni, hayotni bu tashvishini albatta sabablari bor deydi. Sabablari bor deydi. Ana buni sabablari sifatida esa ikkinchi haqiqat sifatida insonni xohishini, istagini ko'rsatadi. Ya'ni deydi, insonni hayotini azob uqubatdan iborat ekanligini sababi insondagi xohish, istak, mayl. Mana shu narsa insonni azobni his qilishga
sababchi bo'ladi. Ya'ni biror narsa qilishim kerak, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak degan narsa bilan deydi, inson albatta mehnat qilishi kerak, muayyan natijalarga erishish uchun harakat qilishi kerak. Buddani tili bilan aytganda azob uqubat chekishi kerak. Mana shu azob uqubati esa deydi, Budda aytadi, o'sha xohishi sabab bo'ldi. Aytaylik, yetuk bir mukammal shaxs bo'lib yetishim kerak, kasb egasi bo'lishim kerak desa, u inson bilamizki, o'qishi kerak, izlanishi kerak, o'rganishi kerak. Ana bu o'qish o'rganishlar esa muayyan mashaqqat va harakatlar bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun Budda buni a, azob uqubatlarning sababi xohish istaklar deb keltirib o'tib turibdi. Va uchinchi haqiqat sifatida eslatib o'tamiz. Birinchi haqiqati Budda hayotni azob uqubat dedi. Ikkinchi haqiqati o'sha azob uqubatning sababi bu xohish istaklarimiz, mayillarimiz dedi. Va uchinchi haqiqatni sanadi. Uchinchi haqiqat g'am qayg'ulardan nirvanaga e, chuqur berilish bilangina qutulish mumkin. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, uchinchi haqiqat bu azob uqubatlardan qutulish mumkin degan narsani ilgari suradi va bu mumkinlikni ta'minlaydigan narsa sifatida nirvanaga chiqish kerak degan masalani o'rtaga qo'yadi. To'rtinchi haqiqat sifatida esa haqiqatdan mana shu azob uqubatlardan qutulish mumkin ekanligini bevosita aytib qo'ymasdan, to'rtinchi haqiqatda uni yo'llarini sanab beradi. Yo'llarini sanab beradi. Ya'ni qanday tadbirlar bilan bu azob uqubatdan qutulish mumkin ekanligini ko'rsatish uchun. Mana shu birgalashib to'rtta haqiqat Budda ilgari surgan hayotni haqiqatlari sifatida e, bayon qilingan. Buddizm o'zi e, din sifatida keyinchalik Buddani qarashlarini ilohiylashtirgan shogirdlari, izdoshlari tomonidan u din nimasini darajasine ko'tarildi. Buddani o'zi esa biror bir iloh haqida yoki o'zini iloh ekanligi haqida yoki biror bir nima haqida gapirmagan. Shuning uchun xudosiz din sifatida ham aytiladigan nimasi bor. O'zi Budda dini paydo bo'lgan vaqtida e, xudosiz din bo'lgan. Keyinchalik esa Buddani izdoshlari Buddani o'zini e, ya'ni Xudo darajasine ko'tarib, iloh darajasine ko'tarib, haykallarini yasab va buddaviylikni timsolini, buddaviylikni e, ilohina aylanib, buddizm mana shunday shaklda rivojlanib ketadi. Uni Budda degan nomidan kelib chiqqan holatda. Xo'sh, Buddizm hayot charxbaragi uzluksiz qayta tug'ilish sikli haqidagi ta'limot bilan ham boyitilingan. Ya'ni e, Buddizmda hayot bu qayta dunyoga kelish bilan kechadi degan narsa ilgari suriladi. E'tibor berasizlar, bu buddizmni ilgari surib turgan narsasi e, qayta dunyoga kelish bo'ladi. Bu to'xtovsiz davom etadi. Qachonki inson mutlaq azob uqubatdan qutuladi, dunyoga kelishdan to'xtagan vaqtinda degan ma'noda ta'limotlar ham ilgari surganlar. Insonni yaxshi va yomon xatti-harakatlarini yig'indisi uni keyingi dunyoga kelishini nechik shaklda yo kim bo'lib dunyoga kelishini belgilab berish uchun bir mezon vazifasini bajaradi. Yaxshi odam bo'lsa, keyin yaxshi e, yaxshi mavjudot bo'lib e, dunyoga keladi. Yomon odam bo'lgan bo'lsa, past tuban mavjudot bo'lib dunyoga keladi degan nuqtai nazardan ilgari surilgan. Buddani holati nirvanaga qisqaroq yo'l bilan erishish ni o'zina xos yechimlarini ilgari suradi. Nirvana degan vaqtida o'sha qayta qutulishdan to'xtab, mukammallikka erishib, azob uqubatdan to'liq qutulgan holatni, sokinlik va hayot haqiqatini to'liq anglagan holatni tushuntirib o'tadi Budda. Endi buddaviylikni bugungi kunda turli xil oqimlari paydo bo'lgan. O'zi qadimiy an'anaviy din bo'lsa-da, bugungi kunda kelib turib, uni turli oqimlari paydo bo'lgan. Va dunyo aholisida 400 milliona yaqini buddaviylikka e'tiqod qilish to'g'risida ma'lumotlar bor. Shularning 1 milliona yaqinini Budda rohiblari ekanligi qayd qilinadi. Asosan janubiy va janubiy sharqiy Osiyo mintaqalarida buddizm dini keng tarqalgan, xususan Shri Lanka, Hindistonni shimoliy hududlari, Vyetnam, Xitoy, Koreya, Yaponiya,
e, mana shu davlatlarda keng tarqalgan. Bundan tashqari butun dunyoda buddistlarni, buddaviylik dinini e'tiqod qiluvchilarni uchratishimiz mumkin. Xususan Rossiya hududida, Buratiya, Qalmiqiston degan hududlarda keng jamoalari mavjud. Yevropada keng jamoalari mavjud. Latin Amerikasida keng jamoalari mavjud. Albatta migratsiya natijasida va turli nimalar bilan borgan. Buddaviylik dini shuning uchun jahon dinlaridan birisi hisoblanadi. Oqimlari to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, buddaviylik na e'tiqod qiluvchilar avval qadimdan ikkita oqimga ajralganlar, avval qadimdan ikkita oqimga ajralganlar. Buni asosiy yo'nalish sifatida keltirib o'tadigan bo'lsak, birinchisi Hinayana, ikkinchisi Mahayana. Bu Hinayana degani buddaviylikdagi e, maxsus tor jamoani nirvanaga chiqishni yo'llarini, yo'riqlarini o'zida ifodalagan va shuningdek qarashga ega bo'lgan toifasi, ya'ni maxsus rohiblik darajasini o'tgan odamlar, Buddani hayot yo'lini o'zini nimasini to'liq aylantirgan odamlar Hinayanani tashkil qiladi. Ma'nosi kichik arava degan nimani bildiradi va bu nirvanaga erishishni tor yo'li, xos odamlara taalluqli yo'l bu. Hammaga ham taalluqli emas degan fikrdagi insonlar, toifalar, buddistlar, bular Hinayana oqimini vakillari hisoblanadi. Ana buning uchun monaxlik hayotini tanlash kerak degan narsani ilgari suradilar. Hinayanani asosiy qoidalari miloddan avvalgi 1-asrdayoq shakllantirilgan, matnlari bitilgan edi. Buddaviylikning keyingi oqimi sanskritchada katta arava degan ma'noni bildiruvchi so'z, ya'ni Mahayana bo'lib, bu najot topishning keng yo'lini e'tirof etuvchi buddizmning ikkinchi oqimi hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, birinchisi Hinayana, bu tor yo'nalish, ya'ni ma'nosi kichik arava sanskritchada, faqat monaxlik hayotini kechirganlargina nirvanaga erishib biladi degan qarashni ilgari suradilar. Ikkinchisi esa Mahayana, ya'ni katta arava degani, bu hammani najot topish yo'li keng ekanligini, bunda turli dunyoviy ishlar bilan dehqonchilik, hunarmandchilik, savdogarlik, nima ish bilan band bo'ladigan bo'lsa ham Buddani e'tirof etadigan bo'lsa, nirvanaga erishadi, azob uqubatdan qutuladi degan narsaga ishonuvchi buddaviylar Hinayana oqimini tashkil qiladi. Xo'sh, Buddani demak asos solgan ta'limotini sanxa shaklida keladigan nima ham rohiblar jamoasi ham ilgari surib o'tgan. Ya'ni bunga ko'ra bu sanxa Budda asos solgan va hozirgacha faoliyat ko'rsatib kelayotgan rohiblar jamoasi bo'lib, tor ma'noda bu e, o'tgan yillarda oliy haqiqatga yetishishni ko'plab avliyolarni jamoasini o'zini birlashtirgan guruh bo'lib, ular 10 ta farzni ado etish bilan qasamyod qabul qiladilar. Demak, bu sanxa rohiblarning maxsus jamoasi ko'p yillar davomida, ya'ni Buddani o'zini davrindayoq shakllangan deb qaraladi. Bu izmi-iz ko'chib keyotir. Shuningdek shaklda yillar davomida ana buni oliy haqiqatga erishish uchun sanxa jamoasina qo'shilgan odamlar 10 ta buddaviylarni farzini ado etish bilan qasamyod qabul qiladilar degan narsa ilgari suriladi. Bunga ko'ra birinchisi hech kim yoki hech narsani hayotdan judo qilmaslik, ya'ni tirik jonni o'ldirmaslik, sodda qiladigan bo'lsa. Ikkinchisi, shunga qasamyod qilishi kerak, ya'ni tirik jonni o'ldirmaslikka qasamyod qilishiga va amal qilishi kerak. Ikkinchi, yolg'on so'zlamaslikka qasamyod qilishi kerak. Uchinchi, yolg'on so'zlamaslikdan tashqari, ya'ni uchinchi, o'g'irlik qilmaslikka qasamyod qilish kerak. To'rtinchisi, e, bu turli xil ayshi ishratlardan o'zini tiyishi va xususan jinsiy munosabatlarga kirishishdan ham o'zini tiyishi kerak degan narsani qasamyod sifatida qabul qildirish. Bu buddaviylikdagi sanxa, ya'ni maxsus jamoani qo'yib turgan talablari hisoblanadi. Va beshinchisi mast qiluvchi ichimliklarni ichmaslik. Oltinchisi, kunni ikkinchi yarmidan to tong sahargacha ovqat tanovul qilmaslik.
Yettinchisi, uch kiyimdan ortiq hech narsa bilan tanani bezamaslik. Sodda oddiy hayot kechirish nuqtai nazaridan yondashayotir. Sakkizinchi qoidasi, ya'ni qasami, ommaviy ko'ngilxushliklarda ishtirok qilmaslik, tomoshabin sifatida ham qatnashmaslik. O'zi tomosha ko'rsatmasligi va tomoshabin sifatida ham qatnashmasligi nazarda tutilib turibdi. To'qqizinchisi esa baland va yumshoq o'rinda yotmaslik. Qattiq o'rinda, yupqa narsada, mana shunday joyda yotishi kerak ekan. Yumshoq, baland, bunday bir qulay bo'lgan joyda yotishdan bular qaytarilgan ekan. Va o'ninchisi pul ishlatmaslik. Bu jamoani asosiy mana shu 10 ta qoidasi qasamyod sifatida qabul qilinib ado qilingandan keyin bular Sanxa jamoasini a'zosi sifatida e'tirof etiladi va rohiblar jamoasini qo'shiladi. Xo'sh, rohiblar jamoasi asosan Budda, e, Theravadasi, ya'ni aynan oqsoqollar ta'limotini xosdir. Mahayanada esa, ya'ni u Hinayanaga xos bo'lgan holat deydigan bo'lsa, Mahayana esa bu hayot haqiqati yo'lini hamma uchun ochiq bo'lgan yo'li. Faqat rohiblar uchun emas, barcha insonlar uchun, oddiy qavmlar uchun, yuqorida aytib o'tgan duradgor, savdogar, boshqa boshqa dehqon hamma ni haqiqat bosqichini nirvanaga chiqishi mumkin deb e'tirof etuvchi jamoasi ham bor. Bu yuqorida aytganimizdek Mahayanada e'tirof etilgan katta jamoalari. Sanxa bu maxsus jamoa ekan. Shuni 10 ta nimasini sanab o'tdik. Xo'sh, buddaviylikni bevosita Markaziy Osiyo mintaqasiga kirib kelishi tarixini to'xtaladigan bo'lsak, buddaviylik yuqorida aytib o'tdik, miloddan avvalgi 6-beshinchi asrlarda paydo bo'ldi va dastlab butun Hindiston bo'ylab keng tarqaldi. Keyinchalik esa Hindistonda buddaviylikni inqirozi yuz berdi. Bu 9-asrlarga kelib, milodiy 9-asrlarga kelib, sababi bu vaqtda Hindistonda hinduizm dini keng yoyilishni boshlagan edi. Bir so'z bilan aytganda, Hindistondan buddaviylikni hinduizm dini milodiy 9-asrda siqib chiqarishga muvaffaq bo'ladi. Lekin bungacha buddaviylik Hindistondan tashqariga tarqalib ulgurgan edi. Yuqorida sanab o'tgan davlatlarimiz Shri Lanka, Tibet, Yaponiya, Koreya, Xitoy kabi davlatlarga tarqalib o'tgan edi va keyingi buddaviylikning faoliyati mana shu mintaqalar bilan bog'lanib, yanada rivojlanib bordi yuqorida sanab o'tgan davlatlarimizda. Bevosita O'zbekistonga kirib kelish davri esa Kushonlar imperiyasi bilan bog'lab nima qilinadi, talqin qilinadi. Bilamiz, Kushon imperiyasi O'zbekistonning janubiy hududlari Afg'oniston miloddan avvalgi birinchi asrlarda paydo bo'lib, milodiy 3-asrgacha mavjud bo'lib turgan davlat hisoblanadi. O'sha Kushonlar imperiyasi davrida Markaziy Osiyo hududlarına buddaviylikni ilk vakillari kelganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Bularni qaysi yodgorliklarni o'rganish natijasida ma'lumotlar aniqlangan deydigan bo'lsak, Surxondaryo hududlaridagi Qashqadaryo hududlaridan topilgan Fayoztepa, Zartepa, Ayritom, Xolchayon, Qoratepa, mana shunday tarixiy madaniy yodgorliklar o'rganilgan vaqtida buddaviylik ibodatxonasini qoldiqlari, Buddani haykallarini qoldiqlari aniqlanganligi, demak Markaziy Osiyoga buddaviylik o'sha paytlarda kirib kelganligi uchun e, bir asosiy ma'lumotni beradi desak bo'ladi. Ta keyin buddaviylik Markaziy Osiyo mintaqasida islom dini kirib kelinchasinadan mavjud bo'lib turdi. Islom kirib kelgandan keyin boshqa dinlar qatorida e, buddaviylik dinini e'tiqod qiluvchilar ham kamaydi. E, Endi bevosita hozirgi kun to'g'risida aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda buddaviylik nimasina jamoalari mavjud. Ro'yxatdan o'tgan holatda o'zlarini faoliyatlarini olib boradilar. Bitta Budda jamoasi mavjud. Toshkent viloyatida ro'yxatdan o'tgan, adashmasam.
e, o'zbekchasi mehr degan nima bilan faoliyat olib boradi. Shuni nomi, idorasining nomi. Buddaviylar hozir ham O'zbekistonda yashaydi. Buddizm dinini e'tiqod qiluvchilar. Endi buddaviylikni muqaddas manbalari sifatida keltiriladigan kitoblarga to'xtaladigan bo'lsak, buddaviylikning muqaddas manbalari Tripitaka, sanskritchada 3 savat donolik degan ma'noni anglatadi. Demak, bu Tripitaka kitobi 3 ta qismdan iborat, ya'ni 3 kitobdan iborat. Bu kitoblarning birinchisi Vinayana Pitaka, sanskritchada axloqiy me'yorlarni e, o'zida bayon qilgan kitob, ya'ni axloq kitobi desak bo'ladi. Buddizmning axloq kitobi. Tripitakani birinchi qismi e, Vinaya Pitaka deb nomlanadi. Unda asosan rohiblarning xulq-atvori hamda diniy ko'rsatmalarga rioya qilishi, qonun qoidalari va nimalarni qilishi mumkin emas ekanligi, nima ish qilsa qanday jazolar belgilanishi kerak ekanligi to'g'risindagi masalalar bayon qilingan. Ikkinchi qismi, Tripitakani ikkinchi qismi bu Sutta Pitaka deb nomlanib, sanskritchada duolar kitobi degan ma'noni ishlatadi. Ya'ni bunda ibodat vaqtida buddaviylarni qanday duolarini qilishi kerak ekanligi bayon qilingan. Ee, Hajm jihatdan eng katta qismdan iborat bu ikkinchi kitob. Ee, Unda asosan 4 asl haqiqat haqida so'z yuritiladi. Budda ta'limoti shogirdlari tilidan masal, suhbat, nasihat, afsona, hikmatli so'z, dostonlar shaklida bayon etilgan va mana shu kitobga jamlangan. Tripitakaning uchinchi qismi bu Abhidharma Pitaka deb nomlanadi. Abhidharma Pitaka sanskritchada diniy falsafiy masalalar kitobi degan ma'noda ishlatiladi. Ana bunda buddaviylik diniy ta'limotini asosiy qoidalari ifodalanib, e, buddaviylikni amaliyotini falsafiy mazmun mohiyati ochib beriladi. Matn yozish uslubi va tilni murakkabligi uchun buddaviy rohiblar ularni faqat ustozlardan ta'lim olish yo'li bilan birga o'zlashtirib biladilar. Ya'ni hamma o'qib bilmaydi u kitobni uchinchi qismini. Sababi falsafiy keng ma'noli kitob deb qaraladi. Albatta buni o'rganish uchun ustozni ko'rsatmasi kerak deb qaraydilar. Xo'sh. Tripitaka matnlarini vaqt o'tishi bilan turli xil o'zgartirishlar, tuzatishlar va qo'shimchalar kiritilgan. Ee, Bir davrda mana shuningdek kitob bo'lib paydo bo'lib qolgan emas, yo shakllantirilgan emas. Bu kitoblara turli davrlarda yashagan Budda rohiblari tomonidan qo'shilgan yuqorida aytganimizdek ibratli so'zlar, falsafiy so'zlar, voqealar, masallar, hikoyalar, dostonlar, rivoyatlar qo'shilib borilgan. Mana shunday shaklda shakllangan. Tripitakani ilk matnlari sanskrit tilida yozilgan bo'lsa ham, keyinchalik bu kitobni bugungi kunda asosan Tibet, Xitoy va Yapon tilidagi yozilgan shakllari saqlanib qolgan, sanskritchasi yo'qolib ketgan deb aytiladi. Ya'ni asl sanskritchada yozilgan Tripitaka kitobi to'liq holatda e, yo'q bo'lib ketgan, va lekin o'sha kitobni Tibet tilida, Xitoy tilida va Yapon tilidagi qilingan tarjimalaridan namunalarni qolganligi to'g'risida ma'lumotlar keladi. Xo'sh, buddaviylik ta'limoti to'g'risida mm, Xitoyga tarqalishi natijasida vujudga kelgan oqimi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, buddaviylikni Xitoyga kirib borishi natijasida e, qilish, anglash, tushunish paydo bo'ladi va bu yontashilinadi. Ya'ni bu yapon tilida tafakkur qilish degan ma'noda ishlatiladi. Ee, Keyinchalik bu Zen yo'nalishini to'xtaladigan bo'lsak, e, Xitoyda daosizmni katta ta'siri natijasida shakllangan bo'lsa, keyin Vyetnam va Koreyaga tarqaldi. E, Bu Zen ba'zan Yaponiyadagi buddizmning eng nufuzli maktablaridan biri sifatida qaraldi. O'zina xos milliy xususiyatlar bilan boyitilindi. Ee, Yaponiyaga esa 12 asr oxirida Xitoydan kirib keldi. Bundan tashqari din
deb ham talaffuz qilinadi. Asl buddizmni Xitoydagi an'anaviy qarashlar bilan e, qarishgan shakldagi o'zgarishlarga uchragan nimasi aytilinadi. Bundan tashqari Xitoyda Chan nimasi bilan ishlatiladigan yo'nalish ham bor. Xitoy buddizmi degan ma'noda ishlatilinadi. Xitoyda chan so'zi sanskritchadagi dhyana so'zi, ya'ni e, channa atamasidan kelib chiqqan, ajratish degan ma'noni bildiradi, ajralish degan ma'noni bildiradi va najot degan ma'nolarni ham anglatadi. Chan degan izdoshlari, chan degan inson shu qarashni qo'llab-quvvatlaydigan izdoshlar mamlakat bo'ylab sayr qilib, hattotlik va jang san'ati bilan ham shug'ullanganlar va butun Xitoyga o'zlarini buddizmni e, Xitoyga yoyishdagi xizmatlari bilan hissa qo'shganlar. Bir so'z bilan aytganda, Zen va Chan buddizmi, e, buddizmni, an'anaviy buddizmni mana bu xalqlarni madaniyati, o'tmishi, tarixi bilan qarishib ketib, yangi tafakkuri bilan idrok qilinishi natijasida shakllangan oqimlari sifatida ko'rishimiz mumkin. O'zak asoslar qolgan, lekin undan tashqari ko'plagan o'zgartirishlar bilan o'zlarini moslashtirib, buddizmni qabul qilib rivojlantirganlar. Endi global buddizm to'g'risida aytadigan bo'lsak, global buddizm sammiti bu bir necha xalqlarni rohiblari ishtirok etadigan katta konferensiya yig'ilishi hisoblanadi. An'anaviy tarzda o'tkazilinadi. Anjumanda dunyoning turli burchaklaridan olimlar qatnashadi. E, Ya'ni Sanxa maxsus rohiblar jamoasining yetakchilari, Dharma ya'ni Budda amaliyotchilari ishtirok etadi. Bu sammit 2023 yilda tashkil etilgan vaqtida 173 nafar ishtirokchi qatnashgan, jumladan Sanxadan 84 a'zo va 151 a'zo Hindistondan ishtirok etganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Hindistondan ishtirok etganlar orasida 46tasi Sanxa a'zosi, 40tasi rohib jamoasi a'zosi va Dehli tashqarisidagi mintaqalardan 65 ta oddiy odam ham ishtirok qilgan. Bu global Budda biylikni asosiy nimasi? Butun dunyo bo'ylab buddaviylikni keng targ'ib qilish va buddaviylikni ta'limotini oid bo'lgan masalalarni bir davrada, bir yig'ilishda e, muhokama qilishni o'zini aldina maqsad qilib qo'ygan. Bundan tashqari bugungi kunda Tibet buddizmi alohida aytilinadi. E, Dalay rohib Dalay Lamani maktabi yo'nalishi alohida aytilinadi. Xo'sh. Endi mavzumizning ikkinchi qismi xristianlik dinini ta'limoti va tarqalishi to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, e, xristianlik dini xristianlik dini milodiy birinchi asrda e, Yaqin Sharq mintaqasida, ya'ni e, Falastin yerlarida dunyoga kelgan e, Iso alayhissalom tomonidan asos solingan e, jahon dinlaridan birisi, jahon dinlaridan birisi. Bu İsa Yahudi oilasida onasi dunyoga kelgan, onasini ismi Bibi Maryam. Bibi Maryam Ee, onasini ismi Bibi Meryem. Bokira Bibi Meryem bilan dunyoga kelgan. Bu narsani xristianlarning o'zlari ham e'tiqod sifatida qabul qilishadi. Yahudiylar bu narsani nima, ya'ni Bibi Maryamni gunohda ayblaydi. Ee, Bu dinni asoschisi e, mo'jizalar bilan ko'p insonlarni e, o'zini dinini targ'ib qildi. E, Xristianlik so'zini nomini o'zini bevosita to'xtaladigan bo'lsak, e, xristianlik bu xaloskor din, xaloskorni kelishi degan ma'noda, Xristos grekchada xaloskor degan so'zdan olingan bo'lib, keyinchalik esa o'sha xaloskorni tarafdorlari degan ma'noda xristianlik vujudga kelgan. Bundan tashqari xristianlikni
yana boshqa nomlar bilan ham ishlatilinadi. Xususan masihiylar degan nom bilan ham ishlatilinadi. Yoki bo'lmasa nasroniylar degan nom bilan ham ishlatilinadi. Masih degani siylangan degan ma'noda. Ee, O'sha siylangan degan nomni grekcha nomi ham bor. Bu Xristos siylangan degan nom u ham. Va nasroniylik degan nomi esa Isoni tug'ilgan joyina nisbat berib aytilingan. Iso Nazaret degan qishloqda tug'ilganligi uchun keyinchalik uni nasroniylik degan uni qarashlarini nasroniylik nomi bilan ham aytganlar. Bugungi kunda dunyo bo'yicha bu diniy e'tiqod qiluvchilarning soni 2 milliarddan ziyod ekanligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Endi turli manbalarda turlicha keladi. 2,5 milliard deb keladigan nimalar ham bo'ladi. Endi bu yerda bilishimiz kerak bo'ladigan narsa jahon dinlaridan ekanligi, bu diniy e'tiqod qiluvchilarning soni dunyoda ko'p ekanligini e'tirof etib o'tishimiz kerak. Ya'ni dunyoning hamma mintaqasida mavjud. Iso nimaniga da'vat qildi desak, xristianlik dinining asoschisi tinch totuv yashasha, faqatgina ya'ni havoriylarini targ'ib qilgan. Endi Iso dunyoga kelgan vaqtida Falastin yerlari, Yaqin Sharq mintaqasi Rim imperiyasini e, mustamlakasida bo'lgan. Bu hududda ma'muriy siyosiy boshqaruv rimliklarni qo'lida bo'lgan. E, Rimliklarni diniy qarashlarini zid ravishda Iso yakkaxudolikni targ'ib qildi. Bilamiz, qadimgi rimliklarda ko'p xudolik dinlari bo'lgan. Yupiter, Mars, Nik, shunga o'xshagan ko'p xudolik dini bo'lgan. Bu esa Iso esa yakka xudolik dinini aytdi. Bu jihatdan rimliklarni o'sha paytdagi siyosatini, diniy qarashlarini to'g'ri kelmas edi. Bundan tashqari Yahudiy jamoalari, o'zini Yahudiy jamoalari ham Isoni olib kelgan ta'limotini qabul qilmadilar va uni o'zlari uchun xavf sifatida ko'rib boshladilar. Sababi Yahudiylarni eski ahddagi keltirilgan ahdlarga rioya qilmaganlikda aytdi Iso. Natijada e, Yahudiylar ham Isoni o'rtadan yo'q qilish masalasida harakatni boshlaydilar. Ya'ni o'zlarining ta'limotini tahdid sifatida ko'radilar. Mana shunday qarashlar natijasida e, Isoni qatl farmonini shu Rim noibini imzolatishga muvaffaq bo'ladilar. Ee, Ve haçga kalkılgan holatda Iso qatl qilinadi. Hmm, Havorilarni va hozirgi vaqtdagi xristianlarni o'zlarini qarashlarida ham Iso vafot etmagan, o'sha qoshdan turib qiyomatda qaytib tushishini aytib osmonga ko'tarilib ketganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni aytadilar. Qo'shimcha ma'lumot sifatida aytadigan bo'lsak, islom dini, ya'ni musulmonlar jamoasi ham Isoni vafot etmaganligini, e, samoda osmonda ekanligini, qiyomatga yaqin qaytib tushishini, xristianlarni bu aytgan narsalarini tasdiqlaydilar. E, sh- 30 yoshida bo'lganliklari Isoni o'sha vaqtida endi e, Isoni 12 dona havoriy shogirdi bo'lgan, 12 dona havoriy shogirdi bo'lgan. E, Ya'ni apostollar deb ham keladi. Asosiy ta'limotni ular kitob shakliga keltirib, ya'ni Injilni tuzganlar, Injilni yozganlar, Isoni hayoti to'g'risida kitob yozganlar. Bular jamlangan holatda 12 ta o'sha havoriyni yozgan narsalari jamlangan holatda Injilni tashkil qiladi. Xo'sh, Injil so'zini ma'nosi xushxabar degan ma'noda ishlatilinadi. Xushxabar degan ma'noda ishlatilinadi. Endi nimalarda Bibliya so'zi ham ishlatilinadi xristianlikda. Oram degan ma'noda ishlatilinadi. To'plam, oram yoki kitob degan nimada ishlatsak ham bo'ladi. Ya'ni Bibliya ikki qismdan iborat, eski ahd va yangi ahddan iborat hisoblanadi. Eski ahd bu asosan Tavrotdan iborat degan qarash bor. Ya'ni Yahudiylarning
ya'ni dastlabki shu 10 ahd bilan yahudiylarning qarashlari bilan nima qilingan. Yangi ahd esa bu Injil bilan, ya'ni Isoni ta'limoti bilan to'ldirilgan, ikkalasi qo'shilgan holatda Bibliya nomi bilan ham e, aytilinadi. Xristianlikni bevosita ta'limotini g'oyasini to'xtaladigan bo'lsak, insonni, odamzodni xaloskori Messiya ekanligini, ya'ni Isoni butun odamzodni xaloskori, ya'ni Messiya ekanligini, yahudiylikdagi mavjud bo'lgan oxiratga yaqin kelishi kerak bo'lgan xaloskor ekanligidagi ta'limotdan kelib chiqib qurilgan. Keyinchalik bu ta'limot Xudoni mujassamlashuvi yoki Isoning ikki mohiyati, ya'ni odam mohiyati, Xudo mohiyati haqidagi eee, nazariyalar bilan boyitilingan. Bugungi kundagi xristianlar demak e, uch yuzli yoki bo'lmasa uch ko'rinishli Xudo to'g'risida ta'limotni shakllantirganlar. Asosan bu ta'limotni shakllanishi 4-asrni boshlariga taalluqli hisoblanadi. Ya'ni 324-yilda xristianlik Rim imperiyasida davlat din deb e'lon qilingandan keyin 325-yil esa e, Rim imperatori, ya'ni Vizantiya Rim imperatori Litsinyan Nikey shahrida barcha nasroniylarni, ya'ni xristianlarni yig'ib, e, demak, bu dinni ta'limotini asoslarini tartibga solib shakllantirib, hammani gapi bir-biriga to'g'ri keladigan holatga keltirishimiz kerak degan mazmundagi masalani o'rtaga qo'yadi. E, Va 381-yilda Konstantinopolda ikkinchi Butunjahon xristian sobori chaqiriladi. Mana mana shu yig'ilishda hozirgi xristianlikni e, ta'limotini asosiy 12 qismi, ya'ni qoidasi qismi o'z ifodasini topadi. Hozirgi xristianlik mana shu 12 qism asosida e, nima ta'limotni ilgari suradi. Ya'ni birinchi qismda olamni yaratgan Xudo haqida so'z yuritiladi. Ee, İkinci qismda Xudoni o'g'li Isus Xristosga iymon keltirish haqida so'z yuritiladi. Bir marta narsani eslatib o'tishni xohlayman. Hozir biz xristianlik ta'limotini ichidagi narsalar haqida gapiryapmiz. Ee, Misol uchun xristian bo'lmagan xalqlar bu tushunchalarga boshqacharoq yondashilishi tabiiy va bu normal holat. Ee, Xususan mana musulmon jamoalarida e, Isoni inson ekanligi, Alloh taoloni haq payg'ambarlaridan birisi ekanligi e'tirof qilinadi. Xristianlarning o'zlari esa Isoni Xudoni o'g'li sifatida e'tirof qiladi. Bu jihatdan farqli narsalar bor ekanligini e, tushunib o'tib ketishimiz kerak. Va darslarimiz davomida ham aytib o'tganimizdek, biror bir dinni targ'iboti ketayotgani yo'q darsimizda. Shunchaki tarixiy ma'lumot sifatida mana shu dinlarni ilgari surgan g'oyalarini ma'lumot o'laroq bir qayd qilib o'tyotirmiz. E, Aynan shunda tushunish kerak ekan degan tushunchani o'zlaringizga olmanglar degan ma'noda aytyotirmiz. Bu qoidalar, hozirgi 12 qismda ifodalangan qoidalar o'zini xristian deb bilgan inson uchun muqaddas va amal qilishi muhim va haqiqat deb qabul qilgan qarash hisoblanadi. Boshqa xalqlar uchun va boshqa din vakillari uchun tabiiyki o'zlarini diniy qarashlari mavjud. Xo'p, so'zimizga davom etadigan bo'lsak, 3-qismda ilohiy mujassamlashuv haqida so'z yuritiladi. Unga ko'ra Iso Xudo bo'la turib, Bokira bibi Maryamdan tug'ilgan, inson qiyofasina kirgan degan narsani ilgari suradilar. Endi bu narsaga ham turli xil yondashuv bor. Xristianlar mana shu narsani o'sha ikkinchi Butunjahon yig'ilish soborlarida o'zlarining yig'ilishida shunda kelishib olganlar, shunda tasdiqlaganlar. Ya'ni bu keyinchalik joriy qilingan. Isoni o'zi bu narsalar to'g'risida biror bir narsa deganligi to'g'risida va haqiqiy Injilni, mana shu havoriylar yozgan Injilni to'liq matnlari o'zgarishsiz saqlab qolingan variantini yo'q ekanligi, keyinchalik mana buning siyosiy ta'sirlar va o'zlarini rohiblarni shaxsiy qarashlari va ularga maxsus belgilangan vazifalarni bajarish asnosida mana shunday shaklga keltirilgan qoidalari bu. Hozirgi xristianlar
lekin mana shu narsalarga amal qiladi. To'rtinchi qismda Isoni azob uqubatlari va o'limi haqida so'z ketadi. Gunohlarni kechirishi haqida gap ketadi. Bunda Isoni tortgan azobi va o'limi tufayli Xudo tomonidan insoniyatni barcha gunohlari kechiriladi degan narsaga e'tiqod qilish bayon qilinadi. Beshinchi qismda esa Isoni hacha mixlangandan so'ng 3 kun o'tib qayta tirilganligi to'g'risida ma'lumot ketadi. Oltinchi qismda esa Isoni meroji haqida, ya'ni osmonga ko'tarilib ketganligi haqida ma'lumot ketadi. Yettinchi qismda Isoning nuzuli, ya'ni ikkinchi marta yerga qaytib tushishi to'g'risida ma'lumot ketadi. Xo'sh, xususan, beshinchi qismdagi Isoni qoshdan turib 3 kundan keyin qayta tirilib osmonga qayta tirilganligi, misol uchun islom ta'limotida ham bu narsa tasdiqlanadi, e'tirof etiladi. Isoni osmonga ko'tarilib ketganligini musulmon jamoalari islom ta'limotida ham e'tirof etilinadi. Ee, Yettinchi qismi Isoni nuzuli, ya'ni yerga qaytib tushishi to'g'risida ham musulmonlar bu narsani e'tirof etadi. Iso qiyomatga yaqin tushadi deb. Bu qismlar xristianlarda ham bor, xristianlarda ham bor. Hozir bu yerdagi keltirayotganlarimiz xristianlarni ilgari surib turgan nazariyalari bo'yicha, ta'limotlari bo'yicha aytyapmiz. Sakkizinchi qism muqaddas ruha iymon keltirish kerakligi borasidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Dokuzunchi qismda esa cherkovga munosabat haqida ma'lumotlar o'z ifodasini topadi. O'ninchi qismda cho'qintirishni gunohlardan forig' qilish to'g'risidagi qismdan iborat hisoblanadi. Xo'sh, 11 qism o'lganlarni ommaviy tirilishi haqida ma'lumot beradi. 12 qismda esa abadiy hayot to'g'risida ma'lumot beriladi. Xristianlik ham turli oqimlarga, yo'nalishlarga ajralgan, paydo bo'lganidan keyin ma'lum bir vaqtlar o'tib, e, misol uchun endi ilk ajralishi xristianlikni albatta bu siyosiy jihatdan ajralish natijasida paydo bo'lgan, e'tiqodiy ma'noda emas. E, Rim imperiyasini ikkiga bo'linib ketishi natijasida, ya'ni g'arbiy va sharqiga bo'linib ketishi natijasida paydo bo'lgan bo'lsa, keyinchalik bu ajralish jarayonida diniy marosimlarda, qarashda va ta'limotlarda ham tafovutlar paydo bo'lib boshladi. 867 yilda kelgan vaqtida Papa Nikolay bilan Istanbul patriarxi, ya'ni Papa G'arbiy Rim imperiyasini hududida, ya'ni g'arbiy mintaqadagi xristianlarni oliy ruhoniysi deydigan bo'lsa, İstanbul Patriarxı esa bu Vizantiya, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasidagi xristianlarni jamoasini katta rahbari edi. Shular Fiti, ya'ni patriarx Fiti o'rtasida uzul kesil ajralish ro'y beradi. Buni rasmiylashtirmaydilar, lekin ya'ni ular g'arbiy mintaqadagi xristianlarni boshqa ta'limotga, boshqacha marosimlarga amal qilishini va sharqdagilar boshqacha ekanligini, bular o'zaro ikki tomonni rahbari sifatida bir-birini tan oladi. Buni rasmiylashtirish esa 1054-yilda amalga oshiriladi. Takrorlab o'tamiz. O'zi birinchi bo'linish xristianlar jamoasida bu Rim imperiyasini parchalanishi bilan bog'liq bo'lsa, keyin ikki jamoani diniy tomondan rahbarlarini mana bu ajralishni, ya'ni bo'linishni tasdiqlagan holati amalda 867-yilda, rasmiy jihatdan rasmiylashtirish esa 1054-yilda amalga oshirilgan. Demak, g'arbiy mintaqadagilar o'zlarini katoliklar deb e'lon qildi. Katolik so'zining ma'nosi jahon degan ma'noda ishlatiladi. Sharqiy, ya'ni Vizantiya hududidagilar esa o'zini pravoslav, ya'ni sof e'tiqod, chin e'tiqod qiluvchilar degan ma'noda shakllandi. Demak, dastlabki ikki yo'nalishi katolik va pravoslavlik deb olishimiz mumkin. Bundan tashqari 16-asrda boshlarida Germaniya hududlarida protestantlik oqimi ham shakllandi. Ya'ni protestantlik oqimi bu katolik cherkovini xalqqa haddan tashqari e, moddiy, ma'naviy yuklama berganligidan kelib chiqqan degan qarash ham yo'q emas. Ya'ni katolik dini juda qattiq markazlashgan, e, kerak bo'ladigan bo'lsa butun siyosiy tizimni nazorat qiladigan, xalqqa turli xil to'lovlarni, aytaylik cherkov ishlari uchun, farzandi tug'ilgan bo'lsa cho'qintirish uchun to'lov, ism qo'yish uchun to'lov, nikohlanish uchun to'lov, har bir diniy marosim uchun alohida to'lov. Mana bu narsalarni qiyinchiligidan
cherkovni isloh qilish masalasi, katolik cherkovini isloh qilish masalasi o'rtaga qo'yiladi. Buni natijasında Martin Luther degan ilohiyotchi olim e, o'zini 95 tezis nomli maqolasini bayon qiladi va unda katolik cherkovini isloh qilish masalasini o'rtaga qo'yadi. Neticede protestantlık akımı şekillenedi. Bu Martin Luther'in bu tezisi şu derecede tez tarqaladı. Kem chiqim cherkov qurish g'oyasini ilgari surgan edi. Bu narsa siyosiy jihatdan o'sha davrdagi feodal knyazlarga, ya'ni Germaniya hududidagi alohida shahar davlatlarini rahbarlarına ham ma'qul keladi va ular ham mana bu g'oyani atrofida birlashib katolik cherkovi, ya'ni papani qo'shinlarine qarshi qo'shin tuzib, 1526 25-26 yillarda qattiq to'qnashuvlardan keyin Rim papasi pravoslavlar protestantlarni alohida oqim sifatida tan olishga majbur bo'ladi. Mana shundan keyin uchinchi oqimi, xristianlikning uchinchi oqimi shakllantirildi. Endi bu oqimlarni bugungi kunda zamonaviy yo'nalishlari ham bor. Bular an'anaviy yo'nalishlari deydigan bo'lsak, zamonaviy yo'nalishlari qaysilar? Misol uchun protestantlikning o'zini turli yo'nalishlari mavjud. Lyuteranlik, baptizm yoki Anglikan cherkovi, Fransiyada kalvinizm kabi yo'nalishlari shakllangan. Hristiyanlıkның sharqiy tarmog'i bo'lmish pravoslavlarning rivojlanishi 15 mustaqil e, avtokefal deymiz, ya'ni cherkovdan tashkil topadi. G'arbiy katolikda markazlashgan bo'ladi. Markazlashgan bo'ladi, papaga bo'ysunadi. Bugun butun dunyo katoliklari Rim papasi, ya'ni Vatikanda faoliyat olib boradigan alohida davlat sifatida u tomonidan boshqariladi. Pravoslavlarda esa bir-biridan mustaqil 15 ta cherkov mavjud. Qaysilar? Konstantinopol cherkovi, Aleksandriya cherkovi, Antioxiya, Quddus, Rus, Gruziya, Serb, Rumin, Bolgar, Kipr, Ellada, Albaniya, Polsha, Chexoslovakiya kabi cherkovlar bir-biridan mustaqil holatda amalga oshiriladi. Rus pravoslav cherkovi eng katta cherkovlardan hisoblanadi. 19 ming cherkovi 127 ming yeparxiyadan tashkil topgan. Shuni 5 tasi chet elda tashkil topadi. Turli marosimlari bor. Pravoslavlarni har qaysisida har xil shaklda amalga oshirilsa-da, umumiy olganda 7 ta sirli marosim to'g'risida ilgari suriladi. Cho'qintirilish birinchisi, ikkinchisi miromoyni surkash, uchinchisi poklanish, to'rtinchisi tavba, beshinchisi ruhoniylikni sirliligi, oltinchisi nikoh, brak, yettinchisi badana elay moyni surkash. Ularni har birisi maxsus nimada, cherkovda diniy rutbaga ega bo'lgan xodim tomonidan amalga oshirilganligi uchun sirli marosim sifatida aytib o'tiriladi. Maxsus nishonlanadigan kunlari bor xristianlarni. 12 dona muhim bayrami bor. Bular Bibi Maryamni tug'ilishi, Rojdestvo Boje Materi, ya'ni Xudoning onasini tug'ilishi degan ma'noda. Ikkinchi Isoni xochini tiklashi, uchinchi Bibi Maryamni ibodatxonaga kirishi, to'rtinchi bayrami bilan Isoni tug'ilishi, Rojdestvo Xristovo deb. Beshinchi Isoni cho'qintirilishi, oltinchi olqishlanishi, yettinchi xushxabarning nozil bo'lishi, sakkizinchi Isoni Quddusga kirishi, to'qqizinchi Isoni qayta tirilishi, o'ninchi Isoni osmonga ko'tarilishi, 11-isi muqaddas ruha tutashishi, 12-isi Iso qiyofasine girishi. Hristiyanlık dinshunoslik bo'libdi, tayyor bo'lgan falsafaviy. Xo'sh. O'zbekistonda ham xristian jamoalar bugungi kunda mavjud. 16 ta diniy konfessiyani birisi bu va ko'pchiligini tashkil qiladi. Xristianlik, an'anaviy xristianlik asosida shakllangan turli zamonaviy oqimlari ham ro'yxatdan o'tib faoliyat olib boryaptilar. Misol uchun Arman apostollik cherkovi, Rus pravoslav cherkovi, katolik cherkovi, 7 kun adventistlari, Yehova shohidlari kabi
Hristiyanlık tesirinde şekillengen akımlar bugünkü günde Özbekistan'da ham Adliya Vazirliginde ro'yxatdan o'tib, diniy tashkilot tashkil qilib faoliyat olib boryaptilar. Buni oddiy tushunishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 35-moddasida diniy erkinlik e'tirof etilgan. Fakat diniy tashkilot tuzish uchun, ya'ni belgilangan tartibda Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tib amalga oshirish mumkin. Olsa dersimiz shundan iborat edi.